Xoning urug'i menga qarindosh, dard to'lib ketganda topilmas sirdosh, nokasu nomardga hech yegmasin bosh, o'g'limning omadin bergin Xudoyim. Bir o'zi 10 taning o'rnini bossin, duch kelgan alamni bo'ynidan olsin, o'g'liga to'y qilib dasturxon yozsin, o'g'limning omadin bergin Xudoyim. Yigitlar sarasi ko'ngli oq sodda, kechagi arazi qolmasin yodda, so'rayman duolar qilib bomdodda, o'g'limning omadin bergin Xudoyim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz tinglovchilar, bizlarni olis va yaqin manzillarda tinglayotgan doimiy kuzatuvchilarimiz, barchangizga 2025-yilning 7-may kutilayotgan chorshanba oqshomi xayrli bo'lsin. Tinglayotganingiz radio tabrik loyihasi sizlar bilan boshlovchi Kamina Surayyo Rahimova. Ushbu sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga ayyomlari muborak bo'lsin deya tabriklarimiz ketma-ketligi davom etadi. Bizda navbatdagi tabrigimiz egasi borlar, aziz tinglovchilar, ularni tanishtirib o'taman. Ilhomjonov Asilbek ukamiz bilan bog'lanar ekanmiz. 2003-yil 7-may sanasida tavallud topganlar. Andijon viloyati Izboskan tumani Tuyachi qishlog'i Taxtako'prik mahallasida istiqomat qiladilar. Agarda bizni qo'ng'irog'imizga javob bersalar, yaqinlardan kelgan chiroyli dil so'zlarni ularga yetkazib, ko'ngillarni ko'tarib, ozgina bo'lsa-da xursandchilik ulashishga harakat qilamiz albatta. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Asilbek, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat, boyasiz. O'zi yaxshimisiz? Alhamdulillah, yaxshi. Rahmat ukajonim. Ayni daqiqalarda biz sizni radio tabrik loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ayni daqiqalarda yaqin bir insonlaringizdan birlari bizni loyihamizga murojaat etishmoqda. Sizga xursandchilik ulashish maqsadida kim deb o'ylaysiz ushbu insoningizni? Onajonimda. Nega aynan onajoningiz? Onajoningizdan tabrik kutayotganmidingiz? Ha, onajon tabrik kutayotgandim. Uylanganmisiz? Yo'q. Demak, maktublar to'g'ri yetib kelgan. Bizni loyihamizga bir qiz murojaat etibdilar. Bir qiz? Aha. Kim ekan? Bugun Asilbek akamning shukrona kuni. Shunday bir qiz desangiz, ismimni o'zlari aytadilar, darrov aytadilar bilib, dedilar. Yo'q, bilmadim ama. Unaqa qizlar yo'qmi? Yo'q, meni. Balki yoqtirgan qizingiz bo'lishi mumkin. Yo'q, meni yoqtirgan qizim yo'q. Yigitlarda yoqtirgan qiz bo'lmaydimi hozirgi zamonda? Bo'ladi, hozir qizlarga ishlamay qo'yganman. Ha. Yaxshi qilasiz ishonmasdan, albatta. Onajoningizga, Nazokat opamizga va'da bergandim, kelini nomini bilib beraman deb. Yo'q, kelin nomi yo'q, chunki kelinni onam o'zi izlaydi. Aha. Demak, kelinni onangiz orqali tanimoqchisiz. Da. Mashalloh. Albatta sizni kayfiyatingizni birozgina ko'tarib hazil qildim. Albatta sizni yaqinlaringiz, tog'ajonlaringiz, Dilmurodjon, Xolmurodjon, Elmurodjon akajonlarimiz, xolajoningiz Nigoraxon opamiz, kennaylaringiz Irodaxon, Dildoraxon, Madinaxon opajonlarimiz, singillaringiz Gulirano, Gulhayoxon, Gulmiraxon, Guliranoxon va barcha yaqinlaringiz, jiyanlaringiz nomlaridan sizni aytib o'tganingizdek, duogo'yingiz mehribon onajoningiz Nazokatxon opamiz qolaversa, yana bir duogo'yingiz bor ekanlar, buvijoningiz O'g'iloyxon onajonimiz. Ha, bor. Sizni buvijoningiz va onajoningiz samimiy muborakbod etishmoqda ushbu shukrona kuningiz munosabati bilan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin hammasi. Siz uchun chiroyli dil so'zlarini yozib qoldirganlar o'qib eshittirib qo'ysam bo'ladimi? Mayli, bemalol. Assalomu alaykum barchaga, bolajonim Asilbek, ko'zimning oqu qorasi. Bugungi shukrona kun, tavallud ayyoming muborak bo'lsin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'lgin. Hamisha Alloh qo'llasin, quvvatlasin. Yuragingda nimaiki yaxshi niyat, orzu, umidlaring bo'lsa, yaratgan o'zi yetkazsin. Hamisha oltin duolarimdasan. Baxtimga doimo bolajonim sog' salomat bo'lgin. Shukronalik ayyoming muborak bo'lsin. Seni juda yaxshi ko'rguvchi onajoning Nazokatxon deya nomalarga yakun yasaganlar. Rahmat. Onajonim, men ham sizga
yaxshi ko'raman judayam. Mashalloh. Asilbek ukajonim, ayni daqiqalarda siz bilan bo'layotgan suhbatimiz esdalik tarzda yozib olinmoqda. Marhamat, radio tabrik loyihasi orqali yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga, do'stlaringizga dilingizda qandaydir samimiy so'zlaringiz, salomlaringiz bo'lsa, buvijonlarga, onajonlarga bemalol yo'llab olishingiz mumkin. Bu imkoniyatlar sizniki albatta. Onajonim rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Buvijonimga ham rahmat, hammasiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin, hammadan sizga ham rahmat. Opa. Rahmat ukajonim, albatta biz ham sizga ijodiy jamoamiz nomidan tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz. Alloh rizqingizga, umringizga barakasini yog'dirsin. Eng muhimi ibodat aslo tark etmasin. Qilgan ibodatlaringiz, solih amallaringiz safida bo'lsin inshaalloh. Soliha, hofizi Qur'on, yaxshi esli qizlar uchrasin deb qolamiz. Quyida bir musiqiy taronamiz bor, albatta. Onajoningiz nomlaridan bizning to'lqinlarda siz uchun jarang sochadi. Marhamat, tinglab qabul etasiz. Mayli, rahmat. Rahmat, yana bir bora shukronalik ayyomlar muborak bo'lsin. Aziz yurtdoshim, o'zingizni ehtiyot qilasiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.